Zencevil haqidagi hech kim sizga deb bermaydigan bu maxfiyatlikni yurak berib saqlab oling, hammani qo'shib oling. Qarshikadin 60 gram, chilandan 6 gram, zencevildin 15 gram tayyorlab qaynatib qiziq holatda ichib berganda qonozlik, qon sovib ketish, putqul muzlash, ayollardagi hayz og'ritib kelishga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Zukam bo'lib qilib saqaymagan vaqtda zencevildin 10 gram, aq turubdan 30 gram, qarshikardan bir qo'shiq tayyorlab hammasini birlikda qaynatib suyini ichib tarlansa, bir qatimdala manfaat qildi. Zencevildni qaynatib suyiga puchchalab berganda horg'inlikni yo'qtidi, bosh og'riqni yengiltidi, badandagi sovuq yelni haydab baletga iliqlik yetkazadi. Tiz bo'g'imi og'riqni yaxshilaydi. Shu paqalchoq bo'lgan go'shtlarning tilib og'rishiga manfaat qildi. Sütdən bir qoşuq, aqşikardan yarım qoşuq, 2 yapraq zencevil tayyorlab, shakarni sutda eritib, zencevилni chilab 10 minut qo'yib qo'ygandan keyin yandaga chaplab qurganda elvatsangiz, yandaga nihoyat yaxshi manfaat qildi. O'l zencevилni yalpaqlab, chat tushib ketgan o'rniga surkab bersangiz, chat chiqarishga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Kunda sog'lomlik bilimlari yo'llayman, sog'lomligingiz uchun meni qo'shib oling, atrofingizga yerlik retseptlardan unumli foydalaning.